Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Biz bugungi videoroligimizda sizlarga 2026-yil 28-fevral va 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 mart kunlari uchun butun O'zbekiston uchun ob-havo prognozlarini sizlarga o'qib eshittiramiz. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, biz ushbu ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligining rasmiy saytidan sizlarga o'qib eshittirmoqdamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 1-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 28-fevral va 3-martda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 28-fevralda 2-7 daraja sovuq, 1-2-martda 0,5 daraja sovuq, 3-7 martda -3 daraja sovuq va +2 daraja iliq bo'ladi. 28-fevraldan 5-martda 2-7 daraja iliq, 6-7-martda 4-9 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevralda va 4, 5, 7-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1 va 3 va 6-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 28-fevral va 3-martda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 28-fevral va 4-martda 0,5 daraja iliq, 5-7-martda 1-6 daraja iliq kunduz kunlari bo'ladi. 28 va 1-martda 12-17 daraja iliq, 2 va 3-martda 7-12 daraja iliq, 5 va 6-martda 10-15 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 28-fevralda 2-7 daraja sovuq, 1-2-martda 0,5 daraja sovuq, 3-7-martda -3 daraja sovuq va +2 daraja iliq bo'ladi. 28-fevral va 1, 2, 3, 4, 5-martda 2-7 daraja iliq bo'ladi. 6 va 7-martda 4-9 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2, 3 va 6-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 1-2-martda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 28-fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq. 1-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 daraja iliq. 2-martda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 9-14 daraja iliq. 3-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 7-12 daraja iliq. 4-martda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq. 5 va 7-martda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevral va 1-martda va 4, 5-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 2, 3 va 6 va 7-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 1-2-martda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliqdan 5-10 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Kunduz kunlari 28-fevralda 18-23 daraja iliq, 1-martda 20-25 daraja iliq, 2-martda 9-14 daraja iliq, 3-martda 10-15 daraja iliq, 4-7-martda 18-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevral, 1-mart va 4, 5-martda yog'ingarchilik kutilmaydi.
2, 3, 6 va 7 marta ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 sm tezlikda esadi, metr sekundda esadi. 3-marta ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 28 fevral va 1-mart va 3-4-marta 1-6 darajalik, 2-marta 3-8 darajalik, 5 va 7-marta 2-7 darajalik kunduz kunlari bo'ladi. 28 fevral va 2-mart, 4 va 7-marta 10-15 darajalik, 1-marta 10-12-17 darajalik, 3-marta esa 8-13 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1-7-marta vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuqdan 2-3 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqqacha, 3-8 daraja iliqqacha o'zgarib turadi, deyiladi xabarda. Biz ushbu ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligining rasmiy saytidan sizlarga o'qib eshittirdik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.